Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navro'z radio kanalida siz bilan diydorlashib turgan ekanmiz. Ana shu onlarni siz u bizga bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. U zotning so'nggi rasuli Muhammad alayhissalomga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizga ergashgan sahobalar, tobiinlar va ulardan keyingi solih insonlarga Parvardigorimizning rahmatlari yog'ilsin. Xolislik sari dasturining navbatdagi sonini tinglar ekansiz. Biz g'ariblarning ham haqimizga duo qilib qo'yishingizni so'raymiz. Chunki payg'ambar alayhisalom o'z hadis shariflarida duo ibodatdir deganlar. Bir mo'min boshqa birodariga yaxshilik tilab Allohdan xolis so'rasa, inshaalloh Parvardigorimiz bu duoni ijobat aylaydi. Payg'ambarimiz o'gitlari. Imom Zahabiyning Katta gunohlar kitobida kelgan navbatdagi gunohning nomi o'g'rilik deb ataladi. Alloh taolo Moida surasining 38-oyatida mazmunan shunday deydi: O'g'ri erkakni ham, o'g'ri ayolni ham qo'llarini kesinglar, toki bu ularning qilmishlariga yarasha jazo bo'lsin. Alloh tomonidan berilgan azob bo'lsin. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Payg'ambar alayhisalom aytganlar: Zinokor zino qilayotgan vaqtida mo'min bo'lmagan holida zino qiladi. O'g'ri o'g'rilik qilayotgan vaqtida mo'min bo'lmagan holida o'g'rilik qiladi. Ichuvchi xamr, ya'ni mast qiluvchi ichimlik ichayotgan vaqtida mo'min bo'lmagan holida ichadi. Biroq tavba hali ham arz, ya'ni taklif qilingandir. Buxoriy, Muslim hamda Abu Dovud rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhu aytganlar: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiymati 3 dirham bo'lgan qalqon sababli qo'lni kesganlar. Jamoat rivoyat qilgan. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chorak dinor, ya'ni dinorning 4dan biri va undan qiymatli narsalar uchun o'g'rining qo'lini kesar edilar. Ushbu hadisni ham jamoat rivoyat qilgan. Nasaining rivoyatida qalqon qiymatidan arzon narsalar uchun o'g'rining qo'li kesilmaydi deyilgan. Oysha radhiyallohu anhodan qalqonning qiymati qancha deb so'rashganda chorak dinor deya javob berganlar. Imom Ahmadning rivoyatida chorak dinorli narsa sababli o'g'rining qo'lini kesinglar, bundan qiymatsiz arzon bo'lgan narsalar sababli kesmanglar deyilgan. U paytda 1 dinor 12 dirham, chorak esa 3 dirham bo'lgan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom: Alloh o'g'rini la'natlasin. Dubulg'a o'g'irlaydida qo'li kesiladi, arqon o'g'irlaydida qo'li kesiladi deganlar. Amash rahimahulloh aytganlarki, ular dubulg'a deganda temir dubulg'ani, arqon deganda bir necha dirham turadigan arqonni nazarda tutishgan. Buxoriy hamda Muslim rivoyati. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Mahzum qabilasidan bo'lgan bir ayol qarzga narsa olib uni qaytarmas, tan olmas edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni qo'lini kesishni buyurdilar. Ayolning qarindosh urug'lari Usoma ibn Zaydning oldiga kelib u bilan gaplashishdi. Usoma payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ayol haqida gapirgan edi. U zot sollallohu alayhi vasallam: Ey Usoma, Alloh azza va jallaning hadlaridan bironta had borasida ham o'rtaga tushganingni ko'rmayin dedilar. So'ng turib odamlarga qarata shunday xitob qildilar: Albatta sizlardan oldingi o'tganlar agar oralarida sharafli, obro'li kishi o'g'irlik qilsa avf etib, zaif kishi o'g'irlik qilsa qo'lini kesganlari sababli halok bo'lganlar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar o'g'ri Muhammadning qizi Fatima bo'lganida ham albatta qo'lini kesgan bo'lardim. Keyin o'g'ri ayolning qo'li kesildi. Imom Ahmad, Muslim hamda Nasai rivoyati. Ulamolar aytadilarki, o'g'irlagan narsasini egasiga qaytarmas ekan, o'g'rining tavbasidan hech naf yo'q. Agar hech vaqosi bo'lmasa, molning egasidan rozilik olishi shart. Vallohu a'lam. Sahobai kiromlar. Har doimgidek ushbu sahifamiz orqali payg'ambar alayhisalomning suyukli sahobalari haqida ajib hikoyalarni tinglamoqdasiz. Bugungi navbat Baro ibn Malik radhiyallohu anhu ga yetib keldi. U inson o'zining davrida Alloh va rasuliga qattiq muhabbat qo'ygan hamda har qanday holatda ham Alloh yo'lida kurashishga tayyor edi. Umar ibn Xattob Baroni musulmon jangchilariga sarkarda qilib saylamang.
azbaroyi qo'rqmasligidan qo'shinni halokatga uchratmasin degan ekanlar. Ko'pincha Baro ibn Malikning sochlari to'zg'ib yurar, yuz ko'zini chang bosganday tuyular, o'zi oriq, eti salamni o'ldirish va shu bilan u zotning ta'assurot uyg'otardi. Lekin u dovyurak edi. Yakkama-yakka olishuvlarda urushda o'ldirganlardan tashqari yana 100 ta mushrikni yer tishlatgandi. Xalifa Umar islom tasarrufidagi o'lkalarning valiylariga bu jasur jangchini musulmonlarga sarkarda qilib saylamaslikni tayinlagan. Negaki u botirligiga ishonib, qo'shin taqdirini xavf ostida qoldirishi mumkinligidan ogohlantirgandi. Bu jangchi payg'ambar alayhisalomning xodimi Anas ibn Malikning ukasi Baro ibn Malik al-Ansoriydir. Agar biz Baro ibn Malikning janglarida ko'rsatgan jamiki qahramonliklari haqida bir boshdan so'zlaydigan bo'lsak, bu juda ko'p vaqtni va qog'ozni talab qiladi. Shuning uchun e'tiboringizga uning jasoratlaridan bittasinigina havola qilamiz. Shunga qarab, qolganlari haqida o'zingiz xulosa chiqarib olasiz. Bu qissa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etib, Parvardigorining huzuriga rahlat qilganlardan so'ng ilgari guruh bo'lib dinga kirgan odamlar endi to'da bo'lib murtadlik yo'lini tutayotgan damdan islomda faqat Makka, Madina va Toif ahli hamda u bu yerda Alloh qalbiga iymonni chuqur o'rnashtirgan bir hovuch kishilargina qolgan soatlardan boshlanadi. Abu Bakr Siddiq uncha odam dosh bera olmaydigan bu fitnani zalvorli tog' singari qarshi oldi. Muhojir va ansorlardan iborat 11 ta qo'shin tashkil etib, har biriga alohida tug' bog'ladi va ularni dindan qaytargan murtadlarni yana hidoyat va haqiqat yo'liga solib, bo'yin tovlaganini qilich tig'i bilan ko'ndirish uchun Arab sahrosining turli chekkalariga yubordi. Murtadlarning ichida eng xatarlisi va son jihatidan ko'pi Musaylima kazzobning qabilasi Banu Hanifa edi. Musaylima o'zining atrofiga qabiladoshlari va ittifoqdoshlaridan 40 ming sherik to'plagan, ularning aksariyati Musaylimaga iymon keltirgani uchun emas, balki mahalliychilik ruhi g'olib kelib ergashgan edi. Hatto ulardan biri guvohlik beramanki, Musaylima yolg'onchi kazzob, Muhammad esa rostgo'y. Lekin men uchun rabiyalik, ya'ni qabiladoshlik yolg'onchi Muzar, ya'ni yolg'onchi rostgo'ydan yaqinroq deb tan olgan edi. Birinchi bo'lib Musaylima bilan to'qnashgan Ikrima ibn Abu Jahl boshchiligidagi qo'shinni yengilab orqasiga chekinishga majbur bo'ldi. Abu Bakr Siddiq Xolid ibn Valid to'g'risida ikkinchi qo'shinni yubordi. Bu qo'shin muhojir va ansorlarning kiborlaridan tuzilgan bo'lib, uning oldingi safida bir qancha musulmon merganlari qatori Baro ibn Malik al-Ansoriy ham bor edi. Ikki muxolif tomonlar bir-biri bilan Yamomaning Najd vodiysida to'qnashdilar. Oz fursat ichida Musaylima tobelarining qo'li baland kela boshladi. Jangchilarning oyog'i ostidagi yer go'yo bezgak tutgandek titrardi. Musulmonlar chekina lashkarboshi Xolid ibn Validning chodirini qo'ldan boy berishdi. Dushmanlar chodir qoziqlarini sug'urib tashlab, ichkarida o'tirgan Xolidning xotinini qariyib qatl qila yozishdi. Ularning biri ayolni himoyasiga olib, o'limdan saqlab qoldi. Shunda musulmonlar bu xatarning oqibati fojia bilan yakunlanishi mumkinligini his qilishdi va agar bugun Musaylimaning qarshisida ojiz qolsalar, keyinchalik islom dini qaddini rostlay olmasligini, Arab sahrosida yakka Allohgagina ibodat qilinishiga chek qo'yilishi mumkinligini idrok etishdi. Xolid ibn Valid qo'shin nizomini qayta tartibga solishga kirishdi. Muhojirlarni, ansorlarni va sahroy arablarni alohida ajratdi. Jamoalarning jangdagi xizmatlarini bilish va musulmonlarning qaysi tarafdan talofat chekayotganlarini aniqlash oson bo'lishi uchun har bir urug' vakillarini boshqa bayroq ostiga jamladi. Ikki bayroq ostidagi jang nihoyatda qonli tus oldi. Musulmonlarning to'xtovsiz hujumlariga-yu saflarining tobora siyraklashib borayotganiga qaramasdan Musaylima lashkari qattiq qarshilik qildi. Musulmon askarlari har qanday jangnomani bezaydigan jasoratlar ko'rsatishdi. Ansorlar bayroqdori Sobit ibn Qays kafan kiygan holida jangga kirdi. O'zi uchun qazigan chuqur labiga turib oldida qavmining tug'ini qo'riqlab, urusha vafot etdi. Umar ibn Hattobning ukasi Zayd ibn Hattob: "Ey odamlar, tishingizga qo'yib sabr qiling, dushmaningizni qaytaring, olg'a bosing. Ey odamlar, Xudo haqqi men Musaylima mag'lub bo'lmaguncha yoki Allohga shahid holimda yo'liqmaguncha bir og'iz ham gapirmayman" deb hayqirdi va boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajada jang qilib, oxiri halok bo'ldi.
Muhojirlar alambaradori Abu Huzayfaning ozod qilingan quli Solimga qavmi biz sen tarafdan dushmanlar safimizni yorib kirishidan xavfsiraymiz deganida u agar men tufayli sizga talofat yetsa naqadar yomon Qur'on hofizi ekanman dedi. So'ng murtadlarga jasurlarcha tashlanib halok bo'ldi. Lekin bu jasoratlarning hammasi Baro ibn Molik ko'rsatgan qahramonlik oldida xiralashib qoladi. Jang qizigandan qizib, avj nuqtasiga yetganda Xolid ibn Valid Baroga dedi: "Ey Ansor yigit, sen xizmat qiladigan payt keldi." Baro na'ra tortdi: "Ey Ansorlar jamoasi, hech biringiz Madinaga qaytish haqida o'ylamang. Bugundan keyin sizlar uchun Madina yo'q. Oldingizda Alloh diydori bor, keyin jannat." Baro qavmiga bosh bo'lib mushriklarga arslondek hamla qila boshladi. Dushmanlar safi parokandalikka uchrab, tumtaraqay qochdi va tarixda shu kungi qurbonlar soni ko'pligidan O'lim bog'i deya nom olgan bog'ga kirib yashirinib olishdi. O'lim bog'ining sathi keng, chetlari baland devor bilan o'ralgan edi. Musaylima va uning askarlari darvozalarni mahkam tambalab, mustahkam devor ortida o'zlarini biroz yengil his etishdi. Ichkaridan turib musulmonlar ustiga o'q yomg'irini yog'dira boshlashdi. Kutilmaganda islom lashkarining sher yurak jangchisi Baro ibn Molik taklif kiritdi: "Birodarlar, men hozir qalqonga o'tiraman. Siz uni nayzalaringizning uchi bilan ko'tarib, devor osha darvozaga yaqin joyga tashlaysiz. Men yo shahid bo'laman, yo sizga yo'l ochib beraman." Ko'z ochib yumguncha ozg'ingina Baro ibn Molik qalqonga o'tirib oldi. O'nlab nayzalar uni ko'tarib o'lim bog'iga, Musaylima askarlarining o'rtasiga tashladi. Osmondan tushgan odamni ko'rib dovdirab qolgan dushmanlar es-hushini to'liq yig'ib ulgurmaslaridan Baro qilichini ishga solib, ulardan 10 tasini o'ldirishga va darvozani ochishga erishdi. Badanida esa qilich va nayzalardan yetgan 80 dan ortiq jarohat bor edi. Musulmonlar o'lim bog'iga seldek yopirilib kirishdi va yo'llarni to'sishga harakat qilgan murtadlarning bo'yinlarini sapchadek uzib tashlayverdilar. Shu kuni 20 mingdan ortiq mushrik o'ldirildi. Ulardan biri Musaylima kazzob edi. Baro ibn Molikning yaralarini shaxsan Xolid ibn Validning o'zi yuvib, malham qo'yib bog'lab turdi. Islomning ulkani g'alabasiga mislsiz hissa qo'shgan Baro bir oy deganda shifo topdi. Baro ibn Molik o'lim bog'ida uni chetlab o'tgan shahidlikni mushtoq bo'lib kutardi. Qalbining qa'rida ardoqlab asrovchi orzusini ro'yobga chiqarish va payg'ambar alayhisalomga yorug' yuz bilan yo'liqish uchun ketma-ket ro'y berayotgan g'azotlarning hech birini qoldirmay ishtirok etardi. Oxiri Fors diyorining Tustar shahrini fath etish kuni ham yetib keldi. Forslar devorlari silliq, mustahkam qal'alaridan birining ichiga kirib berkinib olishdi. Musulmonlar qal'a atrofini o'rab, uzoq muddat qamal qilib turishdi. Holdan to'ygan forslar yangi usulni qo'llay boshlashdi. Devor tepasidan turib musulmonlarga qarata olovda cho'g'day qizdirilgan po'lat kullob, ya'ni zanjirga bog'langan uchi qarmoq uchiga yoki etikdo'zning bigiziga o'xshagan qurol. Zanjir tortilsa, kullob sanchilgan odamning o'zi yurib kelaveradi. Ana shu asbobni ochishar, kimga tegsa uni tepaga yo o'lik holatda yo jon talvasasida tortib olishardi. O'shanday kulloblarning biri Baro ibn Molikning akasi Anasga sanchildi. Buni ko'rgan Baro hamma narsani unutib, zanjirga yopishdi. Temirning qizdirilganiga va qo'lining jizg'anak bo'lib kuyayotganiga parvo ham qilmasdan akasini qutqarishga kirishdi. Kullobni Anasning jasadidan chiqarib olishi bilan o'zi ham gursillab quladi. Qo'llari qoq suyakka aylangan, go'shti kuyib ado bo'lgandi. Bu jangga kirishdan oldin Baro ibn Molik al-Ansoriy Allohdan shahodat mayini sibqorishni nasib etishini so'rab duo qilgandi. Robbisiga yo'liqishidan xursand bo'lib, shahid holdagi qilgan Baroning duosini Alloh taolo mustajob qildi. Alloh taolo Baro ibn Molikning yuzini jannatda munavvar aylab, payg'ambar alayhisalom bilan suhbatdosh etishlik ila quvontirsin va undan rozi va rizo bo'lsin. Hikoyat. Hikoyat rukni ostida bugun ham e'tiboringizga sahobalardan keyin yashab o'tgan solih insonlardan birining hayoti haqida hikoya qilinadi.
Navbat zabardast tobiinlardan biri, zohidlik borasida islom ummatiga katta ibrat bo'lgan Omir ibn Abdulloh Tamimiy haqidagi qissalarning davomini tinglashingiz mumkin. Bu insonning hayoti biz uchun katta ibrat maktabi bo'lishiga shubhamiz yo'q. Omir ibn Abdulloh haqiqatgo'y va to'g'ri so'zligi uchun hayotida ayrim ko'ngilsiz voqealarga, ba'zi qiyinchiliklarga ham duch keldi. Bir kuni Omir basralik mirshab zimmiylardan birining bo'ynidan ushlab sudrayotganini, Jabrdiyda esa yordam so'rab chaqirayotganini ko'rib qoldi. Yordam beringlar, yordam. Alloh sizlarga yordam bersin ey odamlar. Payg'ambaringiz zimmasidagi ahdni ado etinglar ey musulmonlar. Shunda Omir undan jizya to'laganmisan deb so'radi. Ha, to'laganman dedi zimmiy. Nega uni sudrayapsan? Nima istaysan deya mirshabga yuzlandi Omir. Oborib mirshabxona hovlisini tozalataman. Sen shunga rozimisan deb so'radi Omir zimmiydan. Yo'q, vaqtim ziq, ahli oilamga yegulik topishim kerak. Uni qo'yib yubor dedi Omir. Qo'yib yubormayman. Shunda Omir ibn Abdulloh radosini zimmiyning ustiga tashlab dedi. Allohga qasamki, tirik ekanman, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ahdiga zinhor xilof ish etilmaydi. Atrofdagi odamlar Omirning yonini olishdi va zimmiyni mirshabning jabrlovchi qo'lidan qutqarib yuborishdi. Alamzada mirshab Omirni tartib intizomni buzishda aybladi. Jamoatga qarshi chiqib sunnatga amal etmadi deya tuhmat qildi. Shuningdek, ayblov ma'nosida u uylanmagan, hayvon go'shtini yemaydi, valiylar majlisiga chaqirsa bormaydi degan gap so'zlar ham aytildi. Ayblov arznomasi Usmon ibn Affongacha yetib bordi. Xalifa Basra valiyiga Omir ibn Abdulloh xususidagi mish-mishlarni aniqlashtirib, natijasidan xabardor qilishini buyurdi. Vali Omirni huzuriga chorladi. Alloh mo'minlar amirining umrini uzun qilsin. Menga sen haqingdagi mish-mishlarni tekshirib ko'rishni buyurdilar. Xo'p, marhamat, savolingiz bo'lsa so'rayvering, javobga tayyorman dedi Omir. Nima uchun sen payg'ambar alayhisalom sunnatlariga nopisand qarab, uylanishdan bosh tortib yuribsan? Buning sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga nopisand qarash bilan izohlanmaydi. Men islomda rohiblik yo'qligiga iqrorman. Er kishining qalbi bir butun yagonadir. Uni xotinga muhabbat egallab olishidan juda qo'rqaman. Nega sen go'sht yemaysan? Agar xohlasam va topsam yeyman albatta. Mabodo xohlamasam yoki xohish bo'lsa-yu, topa olmasam yemayman, nachora. Sen nima uchun valiylar huzuriga bormaysan va majlislariga qatnashmaysan? Eshigingiz oldida dardini aytishga kelganlar juda ko'p. Ularning hol ahvoldan xabar oling, hojatini chiqaring. Sizlarga ehtiyoji bo'lmagan kishini tinch qo'yinglar. Xalifa Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu Omirning javoblaridan xabar topgach, unda tartib intizomga zid holatni ham, sunnatga, jamoatga qarshi chiqishni ham ko'rmadi. Biroq Omir haqida turli gap so'zlar tarqatish va uni yomonlash kuchayaverdi. Xalifa Usmon radhiyallohu anhu Omirga Shomga borib, u yerda qolishni buyurdi. Shom valiyi Muaviya ibn Abu Sufyonga Omirni yaxshi kutib olish va izzat ehtirom ko'rsatishni tayinladi. Omir ibn Abdulloh Basradan chiqib ketayotganida birodarlari, shogirdlari, tanish-bilishlari va boshqa ko'pgina kishilar xayrlashish uchun unga ergashdilar. Shahar chetidagi Mirbat mahallasigacha kuzatib bordilar. Shu yerda Omir ularga "Men duo qilaman, sizlar amin deb turinglar" dedi. Odamlar to'xtadi. Vujudlari quloqqa aylanib, hammasi Omirga yuzlandi. Omir qo'llarini ko'tarib duo qila boshladi. "Ey Allohim, kim menga tuhmat etib meni yolg'onchiga chiqargan bo'lsa, shahardan ketishimga va do'stlarimdan ajralishimga sababchi bo'lgan bo'lsa, men ularni kechirdim. Sen ham ularni mag'firat qilgin. Dini va dunyosiga quvvat bergin ey Allohim. Rahmat va yordamingdan meni ham, boshqa musulmonlarni ham benasib etmagin. Ey mehribon va rahimli zot." Omir ibn Abdulloh qolgan umrini Shom shaharlarida o'tkazdi. Baytul Maqdisni istiqomat joyi qilib oldi. Shom amiri Muaviy ibn Abu Sufyondan o'ziga yarasha yaxshilik, hurmat va izzat ikromlar ko'rdi. O'lim to'shagida yotgan Omirning oldiga kirgan do'stlari uning yig'layotganiga guvoh bo'lishdi. "Nega yig'laysiz? Siz taqvodor zotsiz-ku axir" deyishdi unga. "Allohga qasamki, dunyo uchun g'am chekayotganim yo'q, o'limdan ham qo'rqayotganim yo'q. To'g'risi safarim cho'zilib ketgani va ozuqam kam bo'lgani uchun yig'layapman. Meni jannat kutyaptimi, do'zaxmi bilmayman." Allohning zikrini qilaroq Omirning joni uzildi. Omir ibn Abdulloh Baytul Maqdisga,
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mehrojga ko'tarilgan joyga dafn qilindi. Alloh taolo Omirning go'rini nurga to'ldirsin. Hikmatli so'zlar. G'urur va kibrda shunday og'ir bir yuk borki, mag'rur odam hammadan hurmat istar va ustagi tufayli nazardan tushganidan doimiy azob chekar. Qardoshini yomon vaziyatda ko'rgan vaqt uni tark etish emas, balki yana ziyoda qardoshligini kuchaytirib, isloh qilishga urinmoq ahli saodatning sha'nidir. Qalblarning nuri diniy ilmlar, aql nuri dunyoviy fanlar. Ikkisining qo'shilishidan haqiqat zohir bo'lur. Bo'linishidan esa birisida ta'assub, ikkinchisida gumon va ayyorlik paydo bo'lur. Dunyo bizni quvmasdan va qani yo'qol demasdan biz kamoli izzat bilan uni qalbimizdan quvishga harakat qilaylik. Noumidlik har qanday kamolat va taraqqiyotga monedir. Kofirlarning, shaytonlarning va ojizlarning sha'nidir. Umidvor bo'lingiz, shu istiqbol inqilobi ichida eng yuksak gursado islomning sadosi bo'lajakdir. Bugungi kun. Bugungi kun sahifasi orqali hilol taqvimining hijriy 1425-yil Sha'bon oyi uchun chiqarilgan sonidagi bir maqolani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu hikoyat ibratli bo'lgani uchun ham har kimni tafakkur gulshaniga taklif etadi. Bir paytlar Ayoz degan bir qul bo'lgan ekan. Bu qulni bir kuni Sulton Mahmud saroyiga olib kelishibdi va shu kundan Ayoz saroyda xizmat qila boshlabdi. U sultonning ishonchini shu qadar qozonibdiki, sulton uni saroy xazinaboni qilib tayinlabdi. Saroyning butun oltin kumushlari, qimmatbaho toshlarini Ayozga omonat qilib topshirilibdi. Bu hodisaning guvohi bo'lgan amaldorlarning tinchi yo'qolibdi. Oddiy bir qulning bunday ulug' martabaga ko'tarilishini hazm qilish olmasdan turli bo'xtonlar bilan uni sulton yomonlay boshlashibdi. Bir kuni sulton saroy ayonlarining gapini eshitib qoldi. Ulardan biri qul Ayozning tez-tez xazinaga kirib turishidan xabaring bormi? U yerda soatlab o'tiradi. Ishonchim komilki, u qimmatbaho toshlardan o'g'irlaydi debdi. Sulton quloqlariga ishonmabdi. Yaxshisi o'zim borib, o'z ko'zim bilan ko'raman deb Ayozni kuzatish uchun xazina devoriga kichkina teshik ochtiribdi. Ayoz yana xazinaga kirganda sulton uni tashqaridan kuzata boshlabdi. Qul sekingina ichkariga kirgach, eshikni yopibdi va bir sandiq oldiga cho'kkalab, u yerdan bir bo'g'cha olibdi. Bo'g'chani o'pib peshonasiga suritibdi, so'ng ichini ochibdi. Tukun ichidagi Ayoz qulligida kiygan 40 yamoq eski ko'ylak ekan. Ayol ustidagi hashamatli kiyimlarni yechib, shu ko'ylakni kiyibdi va oynaning oldiga kelib o'ziga o'zi, "Bu ko'ylakni kiyib yurgan paytingda kim bo'lganingni eslaysanmi?" degan savolni beribdi. Sen hech kim emasding. Qo'ldan qo'lga sotiladigan bir qul eding. Alloh sultonning qo'li ila o'z rahmatidan shuncha ne'matlarni lutf etdi. Mana Ayoz, hozir bu yerdasan, lekin qayerdan kelganingni aslo unutma. Chunki mol dunyo insonning aqlini olib, ko'p narsani unuttiradi. Seni ham o'zingdan pastroq kishilarga kibr bilan qarama va kim ekanligingni unutma. Ayoz ko'ylakni yana sandiqqa joylab, sekingina xazinadan chiqibdi. Shunda birdan sulton bilan yuzma-yuz kelib qolibdi. Sultonning Ayozga tikilgan ko'zlaridan shashqator yosh quyilar, hatto gapirishga qiynalardi. Birozdan so'ng shunday debdi: "Bugungacha boyligimning xazinaboni eding, lekin hozir qalbimning xazinaboniga aylanding. Huzurida hech kim bo'lmagan mendek notavonga sultonim oldida o'zimni qanday tutishim kerakligini o'rgatding." Ushbu ibratli voqea bugungi kunimizga juda ham mos tushadi. Hissiyot olami. She'riyat bo'stonida axtarganlarimiz dardli satrlar bo'ldi. Bugungi kunimizni sharhlab beradigan satrlar islom ahliga yetarlicha dashnom bo'lib yangrasa ajab emas. Bir tinglab ko'ring.
Bugun millatchilik, mahalliychilik balosi dunyoni qurshablari olmish, o'zini Muhammad ahlaman degan insonlar qalbida do'stlik yo'qolmish. Biri men faloniy mazhabiman der, boshqasini ra'yini butkul sanar yot. Qur'onda bo'lsa ham sening so'zlaring bizga undoq ishni aytmagan ustod. Turli jamoalar, turli firqalar, ochiq ko'rolmaslik porlar zuhrida, aniqki do'st tutib kufr ahlini, musulmon qavmini ayblar kufrida, tag'in tinmay o'qir sahobiylarni, Hazrati Bilolga tasannolar deb aka-uka bo'lgan musulmonlarning aybini ertadan to kech axtarib, Salmon Forsiyga shogirdmiz debon hayqirganlar holini ko'ring xalafda. Masjidlar begona so'zlashuvlari yo'q, namoz o'qimaslar turib bir safda. Mutaassib qalbi har kun jo'sh urib, iymon halovatini tepkilab kular, imomga namozini topshirib turib, uning orqasidan g'iybatlar qilar. Hayhot bu ummatning har kun darsida taxminan shunday rivoyat yangrar. Ali shamollasa Usmon ham kasal, Abu Ubaydaga yig'lagan Umar. Ammo hikoyatlar qolar o'tmishda, darslari tugab bitgan zamona g'iybat. Eshitdingmi do'stim falon odamni, barmoq ko'tarishni demoqda sunnat, ilmi ham yo'q edi, o'zi tuzukroq, o'zicha nimani qilmoqda da'vo. Undan ko'ra namoz o'qimasaydi, qalbi pok bo'lardi, ko'ngli musaffo. Mana shunday gaplar bugungilarda har kimning o'zicha haq kalomi bor. Falon qori agar shunday demagan, demak boshqalarning ahvoli afgor. Ko'nglim bir seskanib ketdi bu holdan, ko'rib g'aflat ichra zor qotganlarni. Eshitganmidingiz biror millatda aka-ukaman deb tosh otganlarini? Bu qanday g'arazgo'y ummat bo'ldiki, husnizon qilishdan har dam tonarlar. Hatto biror inson din yetkazsa ham unga turli nomni qo'yib olarlar. Shu zayl o'tmoqda kunimiz do'stlar, ixtiloflar ila zavqlanib ko'ngil, faxsh amal egasi da'vatsiz qolib, musulmonni g'iybat qilish kasbi til. Men bunga sira ham chiday olmasman, kechmagum hattoki tilning zahridan. Tanishib qo'yaylik she'rini yozgan men, oddiy bir muslimman islom ahlidan. Mazkur satrlar har birimizga tegishlidir. Qachonki biz bir-birimizni haqiqatan ham birodar sanasak, akamiz, ukamiz desakkina Allohning nusrati keladi. Aks holda musulmonlar bir-birlarini ko'ra olmasdan so'nggi ummat bajarish kerak bo'lgan vazifalarni bajara olmay o'tib ketishadi. Allohdan barchamizga ofiyat so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hikmatli so'zlar. Men qildim, men bajardim deb g'ururlanib shirkka kirma. Qildirildi, ihson qilindi deyinki, taqdisi ne'mat bo'lsin. Gapirgan gaping haq bo'lsin, lekin har haqni aytishga sening haqqing yo'qdir. So'zlagan so'zing to'g'ri bo'lsin, biroq har to'g'rini so'zlayverish to'g'ri emas. Adovat etmoq istasang, qalbingdagi adovatga adovat et, uni yo'qotishga urin. Ham eng ziyoda senga zarar beradigan nafs ammoranga va havoi nafsingga adovat et. Isloh qilishga harakat qil. U zararli nafsning xotiri uchun mu'minlarga adovat etma. Ey badbaxt nafsim, ajabo, faqat dunyo uchun yaratilganmisanki, butun vaqtingni unga sarflayapsan. Abadiy hayotga mushtoq qalbingni, mangulikka oshiq ruhingni, to'yim bilmas nafsingni bu o'tkinchi foniy, ayriliqli, istirobli dunyoviy lazzatlar to'ydira olmaydi, qoniqtira olmaydi. Demak, u hislar abadiy hayot uchun berilgan. Aldanib oqibatni ko'rmay, g'aflat bilan bu qiymatli umringni hadeb o'tkinchi dunyo ishlariga sarf etib sovurma. Mo'min birodarining harakatlarini badgumonlik ila yomon ta'vil qilganlarning o'z harakatlari yaqin bir zamonda yomon ta'vilga yo'liqib jazosini tortacak. Bugungi kun. Bugungi kun. Hamma bugungi kun haqida o'z bilgancha so'zlaydi. Kimdirning tashvishi dunyo, kimnikidir din. Islom ummati boshqa ummatlardan farqli ravishda so'nggi payg'ambar ummati bo'lib keldi. Bu ummatning vakili bo'lish katta sharaf, ammo uning mas'uliyati ham o'ziga yarashadir. Do'stlarimiz tomonidan aytib berilgan ibratli voqea bu haqda chiroyli dalil bo'la oladi.
Rossiyalik ko'zga ko'ringan fiziklardan biri, o'z sohasida akademik darajasiga ko'tarilgan Stanislav Vorobyov bundan 1 yil muqaddam Allohning hidoyatini topishga musharraf bo'ldi. Uning nasroniylik dinini tark etib islomni tanlashiga hamyurtlarimiz sabab bo'lishgani esa tabiiyki har qanday qalbni xushnud qiladi. Vorobyov islom dinini qabul qilgandan so'ng ko'pgina adabiyotlarga murojaat qila boshladi. Juda ko'p manbalardan foydalanib, islomning haqiqatini izlashga tushdi. Oxiri topdi. Topganda ham so'nggi ummatning bugungi ahvolini sharhlab beradigan darajada topdi. Keling, hikoyaning davomini dunyoviy olimning islomga kirishiga sabab bo'lgan buxorolik do'stimiz davom ettirsin. Stanislav o'z ismini Salohiddin deb o'zgartirdi. Haq dinni topganini anglagan zahoti din arkonlarini bajarishga kirishdi. 1 yilning o'zida Ramazon ro'zasini bekamu ko'z tutdi. Zakotini ham berdi, haj ibodatini ham bajarib qaytdi. Bu amallari bilan u haqiqiy mo'min ekanligini amaliy jihatdan isbotladi. Bir kuni Rossiyada muqim yashaydigan o'zbek do'stlarimiz ehson marosimi qilishdi. Anchadan beri sog'inib qolganimiz Salohiddin Vorobyov ham ushbu anjumanga taklif etildi. Chamasi 50 yoshlarga yetib qolgan bu insonning tashrifi hammani birdek qiziqtirardi. Xo'sh, 1 yil bo'ldi. Unda qanday o'zgarishlar ro'y bergan ekan? Tavhid haqida bir necha kitoblarni jamlab yurganini ko'rgandim. Adashmasam 6 oy bo'ldi-yu. Xullas, davradagilarning aksari fizikni yarim yildan oldin ko'rganliklarini aytib, bugungi holatini turlicha taxmin qilishardi. Ba'zilar hatto uning oldida musulmonlar kam edi, ishqilib dinini saqlab qolgan bo'lsin-da degan shubhalarga ham borishdi. Stanislav, aniqroq Salohiddin Vorobyov chaqirilgan davraga kirib keldi. Indamaygina dasturxondagi noz-ne'matlarni faqat o'ng qo'li bilan olib yeyotgan rus kishisiga havas qilmasdan ilojimiz yo'q edi. Ichimizda ancha ilmli insonlar o'tirgan bo'lsalarda, nimagadir hamma aziz mehmondan 1-2 chiroyli so'z, chiroyli ma'ruza kutishardi. Unga navbat berilganda o'sha kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Men deb boshladi o'z xutbasini Salohiddin aka. Bundan 1 yil oldin zalolat botqog'ida edim. Sizlarga, meni ushbu dargohga taklif etgan aziz kishilarga alohida minnatdorchilik bildiraman. Sizlar sababli men Allohni tanidim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislarini o'qish va unga amal qilishdek sharafli ishni bajarmoqdaman. Sizlar sababli men musulmon bo'ldim. Lekin shu o'rinda mendan ranjimaysizlar, 1-2 ichimda saqlab yurgan so'zlarim bor edi. Islom ummati deganda kim qanday tushunsa tushunsin-u, men so'nggi ummatni tushunaman. So'nggi ummat. Unga nima uchun so'nggi ummat degan sharafli nom berilgan? Bu ummatning qatorida bo'lish qanchadan qancha payg'ambarlarning orzusi ham ekan. Subhanalloh. Salohiddin aka rus millatiga mansub bo'lgani uchunmi, subhanalloh kalimasini bir boshqacha aytdi. Ich-ichidan aytgani bois bu kalima mening quloqimga birinchi marta mana shunday jarangli va ta'sirli eshitildi. Ozgina choy ho'plab, o'z xutbasini davom qildi. Payg'ambarlar nima uchun bu ummat qatorida turishni istashgan bilasizlarmi? Chunki bu ummatning raisi Muhammad alayhissalom so'nggi payg'ambardirlar. O'z-o'zidan mantiq kelib chiqadiki, so'nggi ummat so'nggi payg'ambarga munosib bo'lmog'i lozim. Agar so'nggi payg'ambarga munosib bo'lmasa tan olish kerak-da, men bu ummat vakili emasman deb ovozining boricha aytib, bu yo'lni boshqalarga bo'shatib qo'ymog'i kerak. Bu haqiqiy mardlik hisoblanadi. Demak, tarixga so'nggi ummat degan nomga haqli insonlar hayotiga bir nazar tashlaylik. Sahobalar, tobiinlar va ularga yaxshilik bilan ergashgan olimlar. Ularning hayoti bugun o'zini so'nggi ummat atayotgan insonlarning hayotiga o'xshaydimi? Agar o'xshamasa nima uchun bugungilar o'zlarini so'nggi ummatmiz deb da'vo qilmoqdalar? Bir hadisda o'qidimki, qiyomat kuni hamma bir-birini ayblagan, bir-biridan haqqini so'ragan holatga tushib qoladi. Shunda Iso alayhisalom bilan nasroniylar to'qnash qilinadilar. Isoni Xudoning o'g'li deb da'vo qilganlar va shunday e'tiqodda o'lib ketganlar Iso bizga shunday degan deb turib olishadi. Hazrati Isodan Alloh taolo sen shunday deganmisan deb so'raganida payg'ambari yo'q deb javob beradi. Alloh taolo Isoning guvohlarini talab qilganida Iso alayhisalom bilasizlarmi nima deb javob beradi. Hay havoriylarim, qani sizlar deb zamondoshlarini izlab ketmaydi, balki ana Muhammad alayhisalomning istagan ummatini chaqir, u menga guvoh bo'ladi deydi. Subhanalloh. Bu ummatning mavqeini qarang. Men bir necha yillar dunyoviy fanlar bo'yicha ish olib bordim. Allohga hamd bo'lsinki, sizlarni uchratdim, menga jur'at qildingiz va islomni tushuntirdingiz. Lekin mening otam mendan 10 barobar aqlli inson edi. U botil e'tiqodda o'lib ketdi. Agar unga islom yetkazilsa, u qabul qilish ham mumkin edi. Xafa bo'lmanglar-u, ertaga savol-javob bo'lib turganda men otamning haqini har bir zamondosh musulmondan talab qilaman.
Hidoyat Allohdan, ammo uning sabablarini bajarib qo'yish insondan-ku. Bugun Muhammad alayhisalomning ummatiman deb yurganlarga bir qarang. Ahvol shu qadar ayanchliki, men og'ir bo'lsa ham bir gapni aytaman. Internet ma'lumotlarida o'qigan edim. Bugun dunyoda islom shiddat bilan rivojlanmoqda. Eng qizig'i, islomga kirayotgan millatlar ro'yxatida yapon xalqi birinchi o'rinda, nemislar keyingi o'rinda turibdi. 3 hamda 4 pog'onalar ham ancha aqlli millat hisoblanmish fransuz hamda ruslar tomonidan band etilgan. Men millatchi odam emasman-ku, ammo dunyoni diqqat bilan kuzatar ekanman, islom asta-sekin g'arbga ko'chayotganini ko'rmoqdaman. Chunki islom ummatini bugungi sharqliklar boshlari ustida ko'tarib yurishga yaroqli bo'lmay qolishdi. Mendan xafa bo'lmanglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman, ammo haqni yetkazishim kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimning Moida surasi 54-oyatida: "Ey mu'minlar, sizlarning ichingizdan kimda-kim o'z dinidan qaytsa, Alloh boshqa bir qavmni keltirurki, Alloh ularni yaxshi ko'rur. Ular Allohni yaxshi ko'rurlar. Ular mu'minlarga hokisor, kofirlarga esa qattiq qo'l. Biron malomatgo'yning malomatidan qo'rqmay, yolg'iz Alloh yo'lida kurashadigan kishilardir. Bu Allohning fazl va marhamati bo'lib, uni o'zi xohlagan kishilarga berur. Alloh fazl va karami keng, bilguvchidir" degan. Shunday ekan, bundan birortamizning ajablanishga haqqimiz yo'q. Ushbu voqeadan o'zini Muhammad alayhisalom ummati deb hisoblayotgan har bir inson o'ziga yetarlicha xulosa chiqaradi degan umiddamiz. Hissiyot olami. Islom ummatining dardi nima? Bugungi kun sahifasida bu haqda batafsil hikoya qilindi. Endi esa shu mavzuda she'riyat bo'stonida topganlarimizni taqdim etamiz. Ko'zim yo'llaringga qadalib toldi. Go'zal orzularim aylading badnom. Bugun mo'minlikdan faqat nom qoldi. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Endi bu ummatga otish shartmas o'q. Dunyo kofirlarin tamom ko'ngli to'q. Mo'minman deganning namozi ham yo'q. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Islomning dardini bilmas bittamiz, kichigimiz ham shudur kattamiz. Rasululloh desa kim u degan biz? Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Islom rivojlansa o'ynab kulmasak, uning dardi uchun mag'zun bo'lmasak, Buxoriy avlodi hadis bilmasak, nega yig'lamaysan ey ahli islom? Tobora ko'payib bormoqdadir xavf, tobora torayib ketmoqdadir savf, qalbdan mas tokchadan joy olgan nusxaf. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Mo'minlar holiga maymunlar yig'lar, imoratlar qurib unda tinch uxlar, kamayib bormoqda nafsdan forig'lar. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Ummat dunyoga g'arq halovat bilmas, namozlar o'qilmas, ro'za tutilmas, oyat tinglaganda ko'zga yosh kelmas. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Ayt axir ummatga dunyo tilakmi? Muhammad ummati shunga kerakmi? Hazrati Umarning davri ertakmi? Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Dunyo chin yurtiga otolmas bir o'q, chunki uning soni haddan-da ortiq. Sening xitoychalik obro'ying ham yo'q. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Darding har kun yangi, sir ham bitmas. Tashvishlar o'rtog'ing tashlabda ketmas, duoing boshingdan nariga yetmas. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Asr saodatdan qolgan tuzumlar, bugun dunyo uchun katta tilsimlar, afsona tuyular kulsumlar. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Payg'ambar bugungi holimiz ko'rsa, ne derdi biz ila birga o'tirsa, har bir ummatining holini so'rsa, nega yig'lamaysan ey ahli islom? Senga qayqirdim-u, ammo qadding g'oz, bir tingla javobing bergil iltimos, g'arbning qo'shig'iga o'ynama biroz. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Ko'zim yo'llaringga qadalib toldi, go'zal orzularim aylading badnom. Bugun mo'minlikdan faqat nom qoldi. Nega yig'lamaysan ey ahli islom? Bugun g'arbning qo'shig'iga o'yin kulgi qilayotgan va shu amali bilan Muhammad alayhissalom ummatiman deb da'vo qilayotgan insonlarga xitobimiz oddiy. Alloh taologa qiyin emas, ertaga islomni boshqa qavmga topshiradi-da, ul qavm boshi ustida sharaf ila ko'tarib yuradi dinimizni. So'nggi ummat nomiga loyiq bo'lib qolishimiz uchun Allohga tinmasdan yig'laylik, so'raylik va uning dini yo'lida baholi qudrat ter to'kaylik.
Olimlardan biri o'z xutbasida zamon ko'rsatdiki, jannat arzon emas, jahannam keraksiz emas degan ekan. Qimmat bo'lsa-da jannatga intilaylik, dunyomizni go'zal aylaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abu Dardo shunday rivoyat qilgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarkim, agar mening bilganlarimni bilsaydingiz, oz kular, ko'p yig'lar edingiz. Havoi nafs orzularga berilib yashalgan bu dunyo hayoti sizlarga tuban ko'rinardi. Alloh yo'lida hayot kechirishni ustun qo'ygan bo'lardingiz. Abu Dardo radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan bu hadisni naql etganlardan so'ng yig'ilgan jamoaga qarab shunday xitob qilgan ekanlar. Mening bilganlarimni bilsaydingiz, tog'larga chiqib Allohga yolvorardingiz va shuning barobarida o'z holingizga yig'lardingiz. Butun borlig'ingiz bilan yig'lagan bo'lardingiz. Mol-mulkingizni tashlab, ular hech narsa emasligiga ishonardingiz. Afsuski, uzun amal sizlarning qalbingizdan oxirat tushunchasini sizdirib tashlagan. Dunyo hayoti birdan bir amalingiz bo'lib qolgan. Shu tufayli to'g'rilikdan yuz o'girgansiz. Ba'zilaringiz qilgan ish oqibatidagi falokatni o'ylamagani uchun havoi istaklarni tark eta olmagan hayvonlardan ham yomonroqsiz. Sizlarga nima bo'lgan o'zi? Bir-biringizni sevmaysiz, bir-biringizni to'g'ri yo'lga solmaysiz. Ahvol shundayki, so'zda bir-biringizning diniy birodarisiz. Ichingizning yomonligi sizlarni bir-biringizdan ayirgan, bir-biringizni yiqitasiz. Agar to'g'ri yo'lda bo'lsaydingiz, bir-biringizni sevardingiz. Sizlarga nima bo'lgan o'zi? Dunyoviy ishlarda bir-biringizga yo'l ko'rsatasiz-u, oxirat masalasida xuddi shu ishni qilmaysizlar. Hech biringiz dunyoviy masalalarda sevgan va yordam bergan kishingizga oxiratga oid xususlarda sira nasihat qilmaysiz. Bu hol sizlarning qalbingizdagi iymonning sustligi sababli yuz beradi. Agar dunyo hayotini bilganingizday oxirat hayotini ham yaqindan bilsaydingiz, unga ishonsaydingiz, u dunyo uchun ham biror ish qilar, Alloh o'rtaga qo'ygan iymon va axloq asoslariga moslashar edingiz. Chunki oxirat hayoti siz uchun abadiydir. Yo'q, dunyo hayotiga bo'lgan sevgimiz ajoyibroq deya olmaysiz. Chunki dunyo hayotida ham ba'zan kelajakda qo'lga kiritishingiz mumkin bo'lgan narsa uchun qo'lingizdagi bor yo'q narsalaringizni fido qilasiz. Masalan, bir yil keyin erishishingiz mumkin bo'lgan hosil uchun hozir qo'lingizda tayyor turgan urug'ni sochasiz. Kutgan narsangiz bo'lmay qolish ehtimolini bila turib ham zahmat va mashaqqatlarga ko'milib, naqd narsangizni qo'ldan chiqarasiz. Komil iymon sohiblariga xos alomatlardan mahrum qanday yomon insonlarsiz. Yoki ayting, Allohning Rasuli Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam taqdim etgan haqiqatlardan shubhangiz bormi? Agar shunday bo'lsa, bu shubhalaringizni bayon eting. Men esa sizlarga haqiqatni dalillari bilan ko'rsatay. Qalblaringizni qanoatlantiruvchi nur bilan yoritay. Allohga ont ichib aytamanki, sizlar aqli noqis kishilardan emassizki, ma'zur ko'rsam. Chunki dunyoviy ishlaringizda to'g'ri va foydali narsalarni farqlay olasizlar. Qorningizga yaraydigan narsalarni qo'lga kiritishni yaxshi bilasizlar. Sizlarga nima bo'lgan o'zi? Oz bir dunyolikni qo'lga kiritsangiz, sevinib sakraysiz. Lekin ozgina bu dunyolikni yo'qotsangiz qayg'urasiz. Shundayin qayg'urasizki, bu narsa yuzingizdan o'qilib turadi. Tilingiz uyalmay shundan gap ochaveradi va shu arzimas yo'qotishni musibatdek ta'riflaysiz va bilmaysizki bu xususda gunohga botasiz. Ko'plaringiz din asoslarining aksarini tark etgansiz. Shunday bo'la turib, yuzlaringizda zarracha o'zgarish, qayg'u alomatlari yo'q. Holbuki zarracha bu dunyolikni yo'qotsangiz, yuzlaringizda qayg'u alomatlari ko'rinib qoladi. Men hozircha sizlardan Alloh yuz o'girgan deb o'ylamayman. Ba'zingiz bilan sevinib suhbatlashasiz. Har biringiz boshqa biringizni qabul qilganda uni ranjitmaslikka tirishasiz. Ammo buni faqatgina u ham meni qabul qilganda ham xush muomalada bo'lsin deb shunday qilasiz. Qalblaringizda esa bir-biringizga nisbatan gina va adovat va dushmanlik bo'ladi.
Butun hayotingiz uzun amaldan iborat. Ajalni unutish borasida bir-biringizni ortda qoldirib ketgansiz. Istaymanki, Alloh sizlarning bu hollaringizdan meni qutqarsin. Tinchlik, xotirjamlik bersin va meni Allohning rasuliga yetishtirsin. Agar u zot hayot bo'lsaydilar, sizlarning bu xatti-harakatingizga chiday olmasdilar. Sizlarda zako bo'lsa, mana sizlarga haqiqatlarni eshittirdim. Allohning nazdidagi narsalarni izlasangiz, osonlik bilan topasiz. Men o'z nafsim